Hozir motor ham qilib qo'ydingizmi buni? Yangi motor. Yangi motor ham qilib qo'yildi, o'rtoqlar. Mana necha 14? 14. 226 ming prostoy. To'g'ri-Qo'rg'onda, Qo'rg'onchasidan. Xo'p, o'zingizniki dehqonlardan, a? Yili 14, 15, 14-prostoymi aka bu ham? Kraska. Fermer akalar bo'lsa ham ishchilar yuklab, qopda dorilar yuklab ish qilaveradi. Bozoringiz bersin. Xitoy bitta deng. Lekin motor yangi qilib qo'yganmiz, korobka yangi. Aha. Haligi ish qilib, olib turib, u yog'ini chuqalab, bu yog'ini chuqalab yuraveradigan emas aka. Yo'q, xudo xohlasa motor yangi, avtobga qoladi odam. Korobkasi yangi qilib qo'ydi. Avtobkadami hali bu? Bitta bola yangidan qolyapti. Xullas, qo'sh balon o'rtoqlar, o'sha baquvvat Dongfengni qo'sh balonlisi, yili ham 23-yil. Qancha yurgandingiz? 75 ming 53 kilometr shunaqa yurgan. 75 ming atrofida ekan. Mana bozor sizlarga diqqatni oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman. Arzon Xitoy yuk mashinalari. Mana changa arzon. Mana zavodskiy narsa. Arzonga qilib beraman deyapti. Olasizlarmi? Qaranglar, yangilik. Faudi ham kesib tayyorlashibdi. Ustalar qaranglar. Mana Dongfeng 20-yil, mana maza qilib minasizlar xudo xolasa. Ana eda DL-ga bor qo'sh balonlisi. Arzon kelishtirib, mana bu yerda tayyorlanganlari bor mana o'rtoqlar. Tanlayverasizlar. Juda chiroyli, zo'r video bo'lib o'tkazmasdan ko'ringlar. 3-may. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, texnik ishbozlari. Tavsiya qilaman o'tkazmasdan ko'rishni, chunki yuk mashina haqida ancha ma'lumotlar olasizlar, kerakli ma'lumotlar olasizlar. Keyin variantlarga ham bor. Diqqat bilan ko'rib, iltimos like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Har safar like bosing devermayman. Birda-bir aytdim iltimos sizlardan. Ko'paytiring like'larni. Shu sotiladigan mashina texnikalar bormi? Tibet raqam menga murojaat qilinglar. Minglab odamlar ko'radi. Ishoning, mana bozor o'rtoqlar. Misol uchun bir bozorda 100 ta 200 ta ko'rsa odam, mana. Endi nasib balkim bozorda sotamiz bizda, lekin minglab pulini yo'lda qilsangiz, uyingizga borib olib ketaroq hozir klientlar, so'raganlar ko'p mashina mana texnika. Buyurtma beringlar, bexijil 24 soat Telegram, WhatsApp, telefon qilaverasizlar. O'rtoqlar shu. Buyurtma beringlar. Vaqtingizni olib qo'ydim, uzr, bitta like iltimos, bitta gumlat beringlar. Zo'r video bo'ldi. Ketdik-a. Bismillah, o'rtoqlar, boshlayveramiz. Yana arzon Xitoy labo taraf keldik, mana davom. Ko'ringlar, boshlayveramiz. Mashina chiroyli qilib tayyorlanmagan, bu zavodskiy, uzr, tayyorlanganga o'xshaydi. Zavodskiy. O'rtoqlar, zavodskiy Dongfeng yili necha edi aka? 2013-yil. O'sha bozorda unchunchasi qaramaydi. Arzon beraveraman deydigan mana Zohidjon akadan obzorni boshlaymiz aka. 2013-yil Dongfeng nechtalik bu? 52 talik motor o'rtoqlar. Ko'ringlarchi. Aka, endi kraskasi zavodskiy narsa. Nima deymiz? Kraska zavodskiy edi. Xo'p. Kuyib ketgani uchun qilib o'rganmiz. Umuman hamma joyda butun. Asvijitka qilingan. Ha. Bo'ldi. Kuyib ketgani uchun. Oldin oching chaka kapotni. Radiatorlarni yangi eng kattasidan qo'yib qo'ydim. Aha. Mana o'rtoqlar, usilitrlari ham ko'ribsizlar. Bu usilitrni qo'ying. Monetdagi temirlar ham butun. O tagidagi ana. Sekin. Tez ham hali nima bo'lgan joyda bor, bu shart ham temir. Ko'ringlarchi o'rtoqlar, mana linonimlari bor. Sidini chexi. Ay, salonni ham chotka qilib qo'yibsa. Ha. Yaxshi. Tayyor ekan. Qancha yurgandingiz? Yurgani 67 mingda qotib qolgan bu. Endi o'zi buni to'g'irlatganimiz yo'q. Hali to'g'irlatsa 67 mingdan boshlanadi-ku. Aniq emas, xullas, ha? Ha. 270 mi ham aka? 275. 273. Changam bilan bir xil. Changam bilan bir xil ekan. 3 tarafga ochiladi. Keyin orqa balon yangi shekil aka. Yangi bu. Yangi. Nechta gaz aka? 65 ta. 65 talik. Bu aka 1,5 tonna oladi, ha? Endi kitobida 1 tonna. Ha. Ay og'ir. Men uchun vijdoniga havola. To'g'risi, olsa 1,5 tonna, olsa 2 tonna. 35 yedi. O'zim ekan. Xo'p. Shunali aka, hamma yo'q, tayyor. Motorda ishi yo'q, korobka, mosida ishlari yo'q. Korobkada 2 da xiyol eladi. Shu. Aha. Borini aytish kerak. Ha, boshqa nimasi yo'q. Xo'p, aka, siz bozorda sal yengilroq qilib berasiz-da endi bir. Siz bilan bir chiqishimli odamsiz, odam bilan beramizda, ha. Yaxshi muomala qilasiz, xudo xolasa aka, bir kelishtirib bering. Mana shu yerda avvalgi bozor sotildi, mana shu zavodskoyni. Aha. Mana shu yerda 15 ta mana shunaqa Dongfeng bo'lsa, birorta zavodskoy yo'qda, hammasi Damas'dan yasalganlar. Aha. Buni asli 6,5 mingda men bitta o'zimiz oshnamiz sotdi, 5750 ga sotdi-da. Xo'p. Endi mayli, buni sal nima qilib 5,5 desam, ya'ni 52 ga qo'yadi, desi gap yo'q.
o'shanga qo'yib yuboramiz. 52. Lekin bu mashina 6000 o'sha 5,5 mingdan tepadagi mashina. Ha. Nima prosta yursin bozor, haligi bir haligi bo'lsin deb. Bozordagi nima deydi? Temperaturani aytib ketyapsiz bu mashinalar narxini. Xo'p, o'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar, o'sha aytayaptilar 5700 sotilgan mashina va shunaqa, endi shunga o'xshagan, shunga o'xshagan. Zavodskiy Dolphin oqidi. Buni mayli siz obunachingiz maza qilsin. 5200 ozgina kelishtirib bering. Ozgina. Bering telefon raqamiga. 93lik 93lik 952 58 88. Zohidjon aka deylar, chiroyli qilib beriladi. O'rtoqlar, ko'ringlar, olib maza qilib mininglar. Bozoringiz bersin aka. Ha. Qanchaga chiqdi aka? 6000 ga bermaymiz. Nimaga 6 ga bermayapsiz? Kammi? O'zi 6,5 deyapsiz? Biz qulay aytdik. Davron aka, hozir motor ham qilib qo'ydingizmi buni? Yangi motor. Yangi motor ham qilib qo'yildi, o'rtoqlar. Mana necha 14? 14. 226 ming prostoy. Prostoy. O'rtoqlar, buni avzor qilganman, yengil ko'rsatib ketaveraylik. Motor ham qilib qo'ydim uka mana deyaptilar. Olib maza qilib bunisi. Gazlari bor aka. Mana balonlari yaxshi. Nimaga? Propanga ruxsati ham bor. Mana metal. Hozir. Ko'ringlarchi, xudo xolasa. Tayyormi aka, xudo xolasa mashina o'rtoqlar prostoydan olib mininglar. Motorlarni qilib qo'yilgan yangi. 6,5 ming kam. 6,5 kam bor kelishasiz. Telefon raqam. 93lik. 93lik 261 261 29 29. Davron aka deylar. Aka, dokument keyin chiqadi. Harakat qilamiz, bozoringizni bersin. Tak, o'rtoqlar. Mana bu yoqda. O'zingiznikimi aka? Assalomu alaykum. Aka, qayerdansiz? To'raqo'rg'onda. Qo'rg'onchasidan. Xo'p, o'zingizniki dehqonlardan, a? Yili 14, 15, 14-chi prostoymi aka bu ham? Kraska. O eshikda bor, o orqani bunaqa bortini qildirgan. U yoqda eshigida bor, ki bortida bor. Tushunarli. Aha. Qancha yurgan aka? 218 ming yurilgan. Yaxshi. Nechta pulga sotib olamiz aka? Kelishtiring aka, mo'ljalga yaqin qiling, sotilib ketsin. 6800 qo'ying. Ana. 7,5 bo'lyapti. Endi va kelishtiringiz ham 6800 tushib beriladi, ha? Voy, hamma narsasi. Bu 69 tali motor bo'ladi. Most, xadavoy, korobka ishi yo'q aka. 2 metrli bo'ladi o'rtalar zavodskiy. Mana metanlari bor. Kamera qo'yib qo'ysin orqaga ham. Yaxshi. Bu ochiladi. Bitta ochingchi ichini ko'rsatib bering. Tentga bo'lganmi aka? Bormi? Bor. Xo'p, o'rtoqlar 68 deyaptilar. Kelishaverasizlar, ha? Aka, mabodo yetmay qolsa-chi? Kelishaveramiz. 4 mingmi, 5 mingmi, 3 mingmi pulim bo'lsa, bering telefon raqami aka. 94 94 404 65 16. Ismingiz? Shuhrat. Shuhratjon aka, To'raqo'rg'ondan ekanlar. Telefon qilinglar, mana olinglar, dubl salon tayyor. Ham odam olib ketaverasiz. Fermer akalar bo'lsa ham ishchilar yuklab, qopda dorilar yuklab ish qilaveradi. Bozoringiz bersin aka. Aha. Davom etamiz. Mana shu yerda bir boshqacha mashina kelib qolibdi. Assalomu alaykum. Ya sotildimi? Yo'q, sotilgan. Sotilmadimi? Olayveramiz. Fav nomer 1 olib keldilarmi? Nomer 1. Tayyorlaringlar buni ham? Ha, tayyorlangan bu. Yili necha aka? 2007da. Nechtalik motor? 52 talik bu. 52talik 2007-yil passajirdan kesib tayyorlangan. Qachon bo'ldi, tayyor bo'ldi? Birinchi hafta sen chiqib turibdi bozorga. Endi ko'rdi bozorda. Ha, bozorda. Mana balon holatlari. Nima ustunligi bor endi buni hayfeylardan bu Favdo? Yaxshi, hamma narsasi bir xil pashti. Bir xil, ha? Ustunlik bo'ladi. Asha tagi Xitoy, hammasi Xitoy birdading. Ha, lekin motor yangi qilib qo'yganmiz, korobka yangi. Aha. Haligi ish qilib, olib turib, u yog'ini chuqalab, bu yog'ini chuqalab yuraveradigan emas aka. Yo'q, xudo xoh, motor yangi, apketga qoladi odam. Korobkasi yangi qilib qo'ydi. Apketgadami hali bu? Bitta bola yangidan qolatdi. Nechiga nechi aka? Ham 270, ini 1,5. 270 ga 1,5. Nechtalik gaz bu?
65 litr gazi bor. 65 litrlik gazi bor. Mana olinglar, mana xudo xolasa. Chiroyli chiqibdi, borti ham. Bilasiz, deb qo'y. Qarang, ustasizmi yo sotuvchimisiz siz? Yo'q, men o'zim kestarlarni. Ay, yasha. Bo'pti aka, buni tayyor benzinga ham yuradi, ha? Yo, Qarasib yuradi, benzinga zarar qilganingiz yo'qmi? usulingni qildingizmi, Rahman aka? Shu yuk mashinani bort tarafidan turib gaplashishni yaxshi ko'raman. Chiroyli ko'rinadi-da. Uch tarafga ochilar ekan. Aka, kelishtirib, narx ayting, sotilib ketsin. Shuncha maqtadim menda, obunachilarga ham bir yengillatib bering. 5000 ozgina o'tib beramiz, opa. 5 dan tushib beramiz. Ozgina tushib beramiz. Bozor nech pul deyapsiz? Bozor 5 yerdan qaysidan bozorda? Yo'q. O'rtoqlar, endi akamiz ham degan emas, tanish. Aka, chiroyli qilib beravering desam, 5 ta mana tushib beraman. Bering telefon raqam. 99lik 213 70 00. Ismingiz? Abdulaziz. Abdulaziz aka deylar. Men qarang, 3000 pulim bo'lsa-chi? Engoga naqd o'zi yaxshi bo'ladi. 3000 rosa qolarmiz. Duchkaga odamga berib kelishib, gaplashib. Gaplashib, ko'ngil tortib beraveradi. Valloh. Bozoringizni bersin, xudo xolasa. Bu hammi? Yo bu Bu zavskoy, ko'raylik. kimniki bu? Bu zavod ekanmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshisiz? Bu 20-yilmidi? 20-yil. Aha, o'tgan bozor endi turib shekilli ko'rsatdi o'shami? Nech pul beramiz buni? 9 ming aytayotgandi u. Naqa demak? Bu hafta 8,5 mingga bo'lsa beramiz. 8,5 mingga berib yuboramiz, ha. O'rtoqlar, Dongfengni zavodskisi nechtali motor ekan usta? 88 talik. 88 talik. Buni ham Yangi. hamma quloyligi bor. Yili yangi o'rtoqlar mana. Tozami bormi? Yo'q, mana bortlarga pardozga sepilgan galavalar toza. Galavalar toza. Balonlari yaxshi ekan, aka. Qancha yurganmiz bundan? 2 million sho'ro yurgan, lekin motor 0 probegdi. Yangi apparatda. Xo'p, qarang. 200 ming oshiq yurgan, keyin motor qilingan, hozir apket polner motor qilindi. O'zini motori? O'ynaylar elektronli o'rtoqlar. Konditsioneri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bularda yo'q. Keyin tashkil qilamiz. O'rtoqlar, mana ko'ringlar. Yaxshi. Tayyor. Bu ham 270 bu ham? Ha, 200. Yaxshi. Listlar qilingan, tayyor olib maza qilib minar ekansizlar. Yoqilg'isi qanaqa aka endi buni? Gaz Nechta metanmi? 90 talik. 90 talik. Gazga urilgan, ha? Ha, ha. O'zimiz nom. Gen chiqami? Balli sistema olib ketdi, endi gaz so'z kelmasa, endi berib turaveramiz. Bo'ldi. Xo'p. Qanchada 8,5 berib yuboraman deyapsiz? O'rtoqlar, telefon qilinglar. Xudo xolasa bering telefon raqami aka. 94 94 279 279 0604. 0604. Ismingiz nima? Bahromjon. Bahromjon aka, 4000 pulim bo'lsa nima qilamiz? Uzog'i 2 oygacha murosa qilib tura olamiz. 2 oygacha murosa qilamiz. Keyin barterga kelishamiz, ha? Devo mashinaga barter. Aka, gen chiqadi, ha? Bozoringizni bersin. Mana o'rtoqlar. Ko'ringlarchi, xohlasa. Kimdan ekan bu? Sizlardan emasmi? Xo'p. Aka, mana siznikimi? Bundan bep chiqmanman-da. Ha, bo'pti. 23 ekan o'rtoqlar, D50lik. Dilmirt akaniki emas, boshqa bu. Sizlar akami aka mashina? Yo'q, bizda emas. Mashinani bitta qarasangiz, mana bilinib turibdi, yaxshi. Telegram kanali bormi? YouTube'ga. Okay, super lux konditsioner obvezli varianti. Assalomu alaykum. 23-yil Dongfeng D50lik modeli. Kraska qanaqa aka? Kraska mana shu krloda поворотный petnos o'sha septirilgan. Nechtalik? 120 nechta? 112, 126 shunaqa motor olgan. Aha. Bu 1.6 mini? Shunaqa motor? Ha, unda kuchliroq aka. 1.6 ga aytdim. Xullas, qo'sh balon o'rtoqlar, o'sha baquvvat Dongfengni qo'sh balonlisi, yili ham 23-yil. Qancha yurgandingiz? 75 ming 53 kilometr shunaqa yurgan. 75 ming atrofida ekan. Kraskalarni aytdik. Nech pul qilib beramiz usta? Bu qaygacha mana? Yo, bormi hali? Buni xohlasalar ruxsat desalar ruxsatini beramiz. Ha, demak. Ha, o'zi yo'q.
Chiroyli javob bo'ldi. Ruxsat ne beradi? Yaxshi. Va 3 tonna yuk olaveradi aka. Kiramiz ustilikda misol bunga 5 tonna, 5,5 tonna yuklashibdi. Endi o'rtoqlar o'zimiz obzor qilib yurgan mashinalar, yangidek o'sha salonlarga bor obzor qilganmiz. Mana ramasi o'sha Isuzu stilda qilib qilingan, baquvvat va material baquvvat bo'ladi. Necha metr bo'ladi? Shunisini aytib yuboring. Ichi 340 toza qolishi. Ha, ichi. Qirqdan oshiqroq. Eniga ham 170 dan oshiqroq. 170 oshiq. 170 dancha oshiq bu menimcha. Ko'ringlarchi. Yoqilg'i qanaqa usta? Gaz benzinda 265 metani bor. Xo'p, benzinga 65 talik metan. Qancha yuradi shunga? Oka bilmayman, ikkita qilib qo'yganmiz metanni. Xo'pti aka. To'shni kilometr bilmaymiz. Tushunarli. Endi aka buni yangisi to'g'ri qimmatida, lekin qancha yurgandingiz? 75 ming atrofida yurgandingiz, a? Shunaqa yurgan. Kelishtiring, 12 demang endi. 12 deyapsiz, qancha deyapsiz? Ha, 12,5 debdi. 12,5. Tushamizmi? Osmos o'tib beramiz aka. Moshina yangi, lekin kratskan polni emas, eng fulli. Super lux konditsioneri. Misol yaxshi moshina. Xudo xolasa motorlar ish ko'rsatmagan. Motor bexijolat, katta motor. Yetmay qolsa-chi aka. Misol 7000 bor. Nima qilamiz? Yo, naqd aka, Naqdga. zo'rligi, ha. Barter yo'q. Barter kelishamiz aka. Yangi, misol lehkovoy moshinalar bo'lsa, Devo yengil mashina bo'lsa Devoga kelishaveramiz. kelishaveramiz. Bering telefon raqam. 95 lik. 95 lik 828 828 77 11. 77 11. Ismingiz Sunuddin aka. Sunnaga. Devo pay telefon qilishingiz. 2014-yil misolcha changan nimalar bo'lsa, yilini yangilab olaman deb barterga raziyasi kelsa bo'ladi. Bo'ladi. Bozoringiz Xitoy kurzovi yangiroq bo'lsa kelishaveramiz. Mabodo generalni chiqaramiz a? Yo, aform. Aformitga bozoringizni bersin. O'rtoqlarning bor ma'lumot sizlarga yetkazdim. Buyog'i sizlardan xudo xolasa. Tak. Kia sizdanmi? Necha yili buni? 12-chi, ha, 12 yozib qo'yishdi. 2012-yil Kia Bongo 1.2 tonnalik ekan-a? Nima deymiz? 33 turbinali. Kraska. Kraskasi, lekin kabinkada shpekulovkasi yo'q. Yaxshi. Kosmetikasiga qaralgan xolos. 133 talik motor dedingizmi? Ha, turbina. Turbina motor. Aha. Gen chiqaradi, Bu bo'ydagi men bo'laveradi eng deyaptilar. puli bu ham. Sidinalargacha qiziydi. Mexanikani eng fulli-da. Ha, super lux konditsioner hamma narsasi bor. Qancha yurgan? Yurgani 200 ga qancha? 300 ming oshiqroq yurgan. 100 ming oshiq yurgan. Ikkita metan. Ikkita metan, 100 tadan ikkita. Ha, ustidan ikkita. 4 ta bolani ham orqasi S zo'r bolon, oldiga ham yangi $115 ikkita bolon qilib qo'yganman. Tushunarli. Motor korobka moslari. Bu refrigerator EZT'mizmi? EZT'miz. EZT'miz aka o'rtoqlar. Ko'rsatsak bo'ladimi ichini aka? Bitta ochib beringchi. Yonidanmi? Ay yashang. İçlerini qaranglarchi. 285 bo'ladimi bular? Shunaqa bo'ladimi? Bu 3 metr. 3 metrligi. 1 kilo kattaroq. 1-2 lik katta. Xo'p. 15. Qancha? 16.800 dan tushib beramiz. 16800 kami bor. Narx bo'ldimi aka? Denga bir shuncha beradigan. so'rab turishibdi. Sotmayapsizmi? 15 ming. Ya narx emasmi? Yo'q, bir 2 mingni bir oyda qilib beramiz deb so'rab turishibdi. Har xil. Bozor qolib yo'q. 14 ming ham, 15 ming ham. Bozor qolib yo'q, aka. Telefon raqami ishlaydi. 95 lik 828 77 11 ga aloqaga chiqinglar. Hammadagi joyda. Genam beraman o'zim nomimda bu. Mashina soz holatda. Soz holatda. Bo'ldi. Aka bozoringizni bersin. Rahmat. Tak. Shu o'rtoqlar menimcha mana uni o'tgan bozor obzor qilganman. Shunday bilasizlar. Tak. Ayda 14 ham bor ekan. Mana bu yerda ham bor ekan. Voy, sotmadingizmi usta? Keldingiz, o'qimda aytib qani indingiz, chaqir deb. Mashina bitta qo'yaylik. Bu 23 mi? 14. Ana 23 laqabli 14-yil. Xo'p, changa 2014 prostoydan aka? Prostoy. 69 talik motor. Sassenasi yaxshiligiga qaraganda, xudo xolasa bemalol. Zo'r, ha? Hech nima rasxot yo'q. Ichlari ham sirtiga qaraganman aka, motor mos hadovoy. 69 talik, ha? Kraska qanaqa aka? Kraskasi galavasida yo'q. Urilgan joyi yo'qmi? Yo'q, kallasida yo'q.
Endi mana orqa tomoni bo'lgan yukxonasi. Nechaga necha aka endi bu? Biri 50 ga, 275. 270 ga, biri 50. O'rtoqlar mana xudo xolasa endi o'zimizda bo'lib ketyapti. 2 metr o'zi joylari changa. Zavodskiy. Xo'p, General dairnisi bo'ladi. 80 talik gaz baloni bor. 300 kilometr yuradi. bo'ldi. Bir qo'l minilgan. O'sha salondan chiqqanda biz bir kishi mingan. Ha, keyin siz oldingiz. Yaxshi aka. Og'ir yuk yuklamagan, zavodda ishlagan tualetni bumaga tarqatgan. Qancha yurgandingiz? Ozgina kam 400 ming yurgan. 400 ming. Demak, haligi 400 ming yurgan ozgina kam. urinib ish qilmagan. Yo'q, faqat tualetni bumaga tarqatgan. Egasini Tushunarli. uchrashtirib ham qo'yaman, faqat bumaga tarqatilgan. Endi siz ayting narxni endi. Narxini 7 mingga beramiz. Bo'ladigan aytyapsizmi? Ha, dairnisi bilan 7 ming qilib beramiz. Shino, Shunaqa. dairnisi, o'li shino minib ketadilar 7 mingga, dairnisi bilan birga ichida. Xo'p. Bering telefon raqamini aka. 99 99 970 970 0401 0401. Ismingiz nima? Lutfullo. Lutfulla aka murojaat qilinglar. 4 ta bo'lin yangi zadimiz, korobka. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. O'rtoqlar, mana bu yoqda ham ikkita bor ekan. Tayyor. Aka, yaqin tayyor bo'ldimi bular ham? 2007-2008 qanaqa yili? 2007 kelasi. Hayfay 2007 passajirdan kesib tayyor qilingan. Nechtalik motor bo'ladi? Bular 52 talik. Aha. 38 talik, yo'q 52 talik. Bu 2008 boshlangan. Dongfeng ham bor. Dongfengni qo'shmay turing. Mana shu ikkovini obzor qilaylik. Bu 38 talik motor. Bu 52 ta. Bu Damas qo'yilgan. Max qo'ygan. Max qo'yilgan. Xo'p. Narxi nechi pul aka? Narxi buniki. bunikini 4000 qilib beramiz. Kammi? Hozir kelishtirib beramiz. Unisichi? Unisi 5000. 5000. Xo'p. Aka, motor almashganlik haqida dokumentlarmi? Bez nomer qilinganmi yoki o'zini motori bormi? Motorni qo'shib beramiz. Qo'shib beriladi. Bosilgan. Aha. Tushunarli. Ballonlari yaxshi ekan mana. O'ziniki nechtalik bo'ladi o'zi? O'zini motori 52 talik buni olib qo'yishgan ekan, shu Matiz motor bosishibdi o'rtoqlar. Dokument bez nomer qilinmagan, lekin o'zini nomerini ballon, o'zini motori qo'shib beriladi xullas. Necha metr qilib tayyorladingiz? 270 ekan o'rtoqlar, mana 270 chiqadimi? Chiqadi. Listlar qilingan. O'sha Changandi kuzovimi? 260 ga o'xshayapti. Ko'ringlarchi. 62 yarim deb qo'yadi. Shunaqa deyveraylik, shu 270 ga ko'zim tortmayapti. Mana ular 270 bo'lsa, bu 280 bu. yo'q. Ha. 30 tadan 3 tami, 2 tami aka bu tayda? 2 ta. 2 ta. Metan gazga hamma yo'q bo'lgan, ha? Ramalar usulet qilganmisizlar? Qayta jihozlar bo'lgan, ha aka? Yaxshi. Bortli, tentli. Bort tent. Tentga ham bo'lgan. Tent qo'yib olsanglar ham muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Tayyor ekan. Turka ham bor. Ha. Bu nechtalik? 52 ta. Bu o'zini o'sha 52 talik motor. Firmaga ham ketaveradi. Firmaga ham ketaveradi, yaxshi. Endi o'rtoqlar tayyorlanganicha kraska so'ralmaydi, endi kesib tayyorlangan. Xo'p. Galavalar admi? Xo'p, tekshirib olasizlar o'rtoqlar. Obshivka, lilonen, sidini chexollar. Bu chiroyli ekan bu ham, ha? Salon obshivkalarini ham chiroyli qilishibdi. Suvdatchiklari ham bor ekan. 280 dedingizmi? 280 dedingizmi? 280. Nechtalik bu aka? 65 tami? 65. Yashang. Aha. Narxda aytamiz endi aka. Ha? Buni. Buni 5000 ozmoz nima qilib beramiz? Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz, ko'p emas. Xo'p, ozmoz 5000 kelishtirib beramiz, ko'p emas. Yana ham chiqaveradi. Aformentdan farqi yo'q. Deb dokument. 3000 pulim bor aka. Kelishamizmi? Yo'q, 3000 ga. Yo'q. Naqdga Variantga so'rayman, endi o'rtasini bo'ladi-yu, misol uchun. Yetmayapti, shu texanchilik tayyor bo'lsa beraman qolgan deganlarga kelishamizmi? Siz aytadi endi, men ham majburman sizni qiynaysiz. Variantga ham so'rab turing aka. Bering telefon raqam. 94lik. Xo'p. 212 212 50 00. 50 00. Ismingiz nima aka? Abdurashid. Abdurashid aka murojaat qildilar. Mana
Arzon. Olinglar, xudo xolasa mashina uyaltirmaydi, mashinalar. Maza qilib minasizlar. Bozoringlar bersin aka. Rahmat. Minib ko'rib, pul berishaydi. 5-4 kun minib, keyin pulni ham berishaveradi, deyaptilar. Demak, mashina xudo xolasa ishonchli, bemalol ishlaydi. Aka, bozoringlar bersin. Tushunarli. Hammadagi joyda gen chiqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Foziljon aka. Assalomu. Ha, ko'rinmay ketdilar. Men telefon qo'yib ko'rdim. Ha, maza. Dakimi joydami? Ha, bu ana sherigim. Sheridik, ha? Javob dakimga telefonni bilan achanga o'sib qo'ydim. Menga qilmaydi. Sizni ko'rib dakimda boshlayapman. Sotuvdi. Dakimni sotuvga xizmat qilmoqchi. Nimami? Necha yili? Yil 8 bo'lish kerak, 8. 8 bo'lishi kerak. Nimami? Motorlar nechtalik baki? Motor 52 talik. 52 talik, ha? Bu tayyorlangan-a, bu ham? O, mebelni tablo, qaranglar, jihozlar, torpedkalar qaranglar. Saloni yaxshi ekan. Saloni yaxshi. Kamchilik yo'qmi? Kamchiligi yo'q. Bittalab so'ravermang. 270 mi 80 mi usta? 280 bo'lishi kerak, a? Aka, mana shu qaysi changanni ko'zib? Ha, changani yangi ko'zibida bu. Changani olib budka qiladi bu. Ko'zibida. Bo'pti aka, siz bilasiz narxi nechi mana shu bortini? Olasizlar-ku. Bort Ya buni tagi bilan olinadimi? yo'q, buni yasaladi. Mana bu Qiziq yapman mana shu. Ana zavodskoy bilan. Necha pulga bo'ladi shuna? 2 million bilan. Bortini o'zi. Ha, 3 ta bortda bitta dugasi. Xullas mana o'sha bort devori bilan ana dugasi 2 million atrofida yashayman. Shunaqa ma'lumotlar qilib turamizda mana. Aha. Gazi bor ekan-a? Ha, risolarni qo'shib qo'ygan gazi bor. Motor korobkasi bor, balonlar yaxshi. Hammasi olmasmi bu? Hammasi O'tgan bozor chiqdi, aka Samasvali. qanchaliga taxmin baho bo'libdi? Acha 4200 mi deyishdi, bir 3,5 mi shunaqa atrofda so'ray turdi, endi bilmadim. Sotib olgandir, kelmabdilar. Xo'p, Foziljon aka, nech pul narxi? Buni 5200 emas. Kam bor. Kami bor. Qara kallagida kraskasi yo'q pashti. Galavada. Galavada. Motorlari ichi ham zo'r. To'rtta baloni zo'r. Sotmagan narxi bo'ldimi? Yo'q, bu hafta chiqdi xolos-ku. Bo'pti. Telefon raqami shu Lavoydagi? Lavoydagi telefon raqami. Aha. Xo'p, 94lik 374 03 30 93lik 493 47 77. Ismlari nima? Kamolxon. Kamolxon akaga murojaat qilinglar. Xudo xolasa. Aka, endi siz kishini kayfiyatlarini bilasiz. Variant so'rasa berishami? Beriladi. 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 Yaxshi odam bo'lsa, bir mana kuni pul qo'yib beraman desa, bo'rini beradi. Qolganini kelishiladi. Jia buni ustiga katta pul qo'yib ana qilinmaydi, beriladi. Bozoringlar bersin aka. Rahmat. O'rtoqlar, shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, shu yergacha ko'rdim deb yozib qo'yinglar kommentga, shu bilay. Bitta like, obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Chiroyli video bo'ldi degan umiddaman. Bozoringlar bersin aka. Rahmat. Ko'rishguncha keyingi videoda o'rtoqlar.